Normalni muvaqqiyat qildiraman. Mana bugun qizcha qilishadi. Ayol bo'lish qanchalik qiyin va murakkab. Ko'plar so'raydi kommentatsiya qizmi o'g'ilmi deb. Qiz bola. Kexa meni qishloqdoshim. Assalomu alaykum. 2 soatdan beri yuzimni nima siypalab yopsiz? Qilsangiz A qiling. bu yuzi ug'lashga ko'rmagandan keyin gurbusizmi? Qo'yibsiz, xo'pmi? Balakan jeb so'zingiz xo'pmi pishirib. Kexani siskasi bor. Yo'q. Hammalaring yigitlaringni o'zimniki qilib olaman. Beautiful city, I just to be happy. Yo'q, kiprik qo'yamiz. 10 yil vaqtimiz ketdi, ha? Vashiya qiyin ekan. Birovga qiyinda qo'yishim o'zimga oson. Bolalar gol ichganga. Yigitlarga hayotga ishonmanglar qizlar. Iltimos jinnixona nomerni aytib yuboringlar. O'sha xayollarim o'zgaryapti meni. Mahrga gelik olsammi deb o'tiribman. Uy so'rash kerak, to'g'rimi qizlar? Gaplashib berardim, lekin chochi o'stirsin. Ana shu joyda kommentariy yozish vaqti keldi. Обязательно. So'kib yozsalaringiz ham mayli. Ro'zada kim so'kadi? Yo'qsa bo'ldingiz stor. Direct go bolalar. Menga chiqasizlar arzonga gaplashib beraman. Dugonajonlar, g'iybat chatimizga qo'shilinglar. To make all this world seem wrong.